Tug'ruqdan keyin 2 oy davomida bu ishlarni aslo qila ko'rmang. Birinchisi, qomatni tiklayman deb aslo parhez tutmang. Chunki hozirgi vaqtda sizning bolangizga ona suti muhim. Ona sutini sizda yetarli bo'lishi uchun esa organizmingizda mikroelementlar hamda vitaminlar yetarli miqdorda bo'lishi lozim. Shu sababli aslo parhez tutmasdan to'g'ri ovqatlanishga harakat qiling. Ikkinchisi, aslo zo'riqishga yo'l qo'ymang. Uy sharoitida egilib ish qilmang, og'ir yuk ko'tarmang va tanamni tezroq tiklayman deb sport zaliga chiqmang. Bu holatlar sizda hattoki qon ketish darajasigacha asoratlarga olib kelishi mumkin. Uchinchi eng asosiysi, jinsiy hayotni erta boshlamang. 2 oy muddat davomida sizdan turli ajralmalar keladi. Bu davrda esa bachadon bo'yni hali yopilib ulgurmagan bo'ladi va natijada sizga turli infeksion kasalliklar yuqish xavfi yuqorilashib boradi. Go'zal homilador qizlarimiz tug'ruqdan keyin butun bor kuchingiz, energiyangiz hamda diqqatingizni o'zingizni salomatligingiz hamda farzandingiz salomatligiga qarating.